Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men har doimgidek usta Xurshidbek. Biz jamoamiz bilan xonadonlarga mana shunaqangi tunuka fon ishlarini qilib beramiz. Bu ishimizni Farg'ona viloyati Furqat tumanida qilib beryapmiz. Oldi qoshlarini qadrdonlar 90 gradusli fasonda oq rangga mo'k rangdan foydalangan holda tunuka fon ishlarini qilib berdik. Nech pulga qilib berdilaring? Savollaringga 1 kvadrat metrini 130 ming so'mdan qilib berganmiz. Qadrdonlar burchaklariga e'tibor berib qo'yasizlar. Burchaklarini mana shunaqangi akkuratniy holatda qilib berdik. Tarnovlarimiz ham qo'yib berganmiz. Tarnovlarimizni 1 metrini 60 ming so'mdan o'rnatib berganmiz qadrdonlar. Xo'p, ayvon qismiga keladigan bo'lsak, ayvon qismini 15 metrga 280 joyga mana shunaqangi fasonda tunuka fon ishini qilib berganmiz. Bir komplekt oynamizni 500 ming so'mdan o'rnatib berganmiz qadrdonlar. Xo'p, narigi ayvonimiz ham bo'lgan, narigi darvozaxonamiz. Bu darvozaxonamizda mana shunaqangi chekkalarini delali fasonda akkuratniy holatda qilib berganmiz. Lekin bir komplekt oyna qo'yib berganmiz qadrdonlar. Kimgadir mana shunaqangi sifatli tunuka fon xizmati kerak bo'lsa, bu vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.